sumkalarni hammasini tushirib lentani o'tkazamiz. Qozog'iston tamoyishchidan ham lentani o'tkazamiz. Lekin, o'zinglar, avtobus atden o'tadi. Lekin tashqariga tamoyishni pechat turganiga tashqari chiqib qolmanglar. Nitralka degan joyi bor, avtobusni kutish joyi. Ana shu yerda Qozog'istonda pechat turganingizdan keyin chiqqaningizdan katta joyi bor. Shu yerda avtobusimiz kelyapti. Nomeri necha nomer? 603 nomerdagi avtobusda passajirlarimiz hamma shu yerda bir-birini kutsin. Chiqib ketib olmasin tashqariga. Agarda kimdir chiqib ketib qolsa, darvozani oldida turib tursa, avtobus chiqarib keyin o'tirib olaveradi. Keyin Rossiyaga kirishda, Qozog'istondan chiqishda 200 nech pul to'lashasiz? 200 rubl или 300 rubl rasxodimiz bor sumkalar tushirmaslikka. Xohlasanglar uni общий hammalar beringlar, xohlasanglar sumkalar yana tushirib chiqaringlar. Ularni o'zinglar ishlar. Agarda tamoyishni rasxodni beramiz desanglar, validlar yig'adi, olib borib bezalingda sumkalar tushirmasdan olib chiqib ketadi. Vaqtdan yutasizlar. Akalar Toshkentdan Moskvaga chiqayotgan avtobusimiz Primoy Qo'yliqdan. Shu akalarimiz hammasi Toshkentdan Moskvaga chiqib ketmoqda. Eng qizig'i mana Qo'yliqqa kelib Primoy reyslarida Toshkentdan Moskvaga reyslar amalga oshiramiz. Rossiya birinchi marta ketganlar